Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar kanalimda ko'p turganimdan xursandman. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Infinix Hot 60 Pro Plus telefonini 8 ga 256 talik, ya'ni 8 plus 8 16 ga 256 talik telefonini unpacking va obzor qilib beraman biz sizlar bilan birgalikda. Yangi chiqqan telefon albatta hozirgi kunda ko'pchilik PUBG'lar va oddiy foydalanuvchilar ham ko'p ishlatib ko'rishyapti. Buni biz sizlar bilan birgalikda albatta obzor qilib, unpacking qilib, ichidan nimalar chiqadi, holati qanaqa, prosessorlari qanaqa, asl narxlari qanaqa, keladigan narxlari qanaqa va albatta sotiladigan narxlari, boshqa narxlarni barchasini sirli-sirlarini sizlarga taqdim etaman. Video davomida barcha mavzularni o'tkazmasdan ko'rib borsanglar, bilib olasizlar. Demak, biz obzorimizdan boshladik. Demak, do'stlar, telefonimiz shu yerda. Hot 60 Pro Plus telefonimiz. Xo'p, bismillah, mana bu yerdan ochib olamiz. Bizga mana shu joyni o'zini yirtib olsak yetadi. Telefonini yechishimiz uchun e'tibor berilishiga qo'yamiz. Pichog'imizni qo'yamiz va bismillah. Yaxshi, korobkasi. Korobkasini hidi namrangi yangida. Hop, bizda do'stlar, bizda chexol. Uzr, stiklo bizda. Ekranlik stiklo va telefonimizni qanday hozirdan bilib oldik menimcha. Yaxshi bilan olib turamiz. Xo'p. Tursak videoga va bizda Hot 60 Pro Plus telefoni. Infinix iPhone sun'iy qoplangan 45 watt tezkor zaryadlash 5160 mAh batarya sig'imi, 5 yillik batarya. One Tab Infinix AI It's Everything deyapti. 1.5K 144 Hz kar 144 Hz ekran. Infinix просто. Gap so'z yo'q. 3D Carvet AMOLED ekran, super emas, Carvet AMOLED ekran bo'ldi olishimiz. Qanday telefon bu yerda? Telefonimiz tursin, birinchi ichidan nima chiqishini ko'rib olamizmi? Qani. Mana bunday ochlar ekan. Bu oxirigacha ochilmas ekan do'stlar. Va ignamiz buni bunday qutichaga solingan. Qo'ying. Makulatura. Va chexol, stikloyimizni yana bir chexol deb yubordim. Stikloyimizni qo'yish uchun qissalar. Va bu yerda changlarni tozalash uchun beriladigan qurilma va bizda chexol. Nihoyat chexol. Buni qarang, chexol ham arzondan emas, yaxshisidan chexolimiz ham. Hozirgi bozorimizda 15 ming so'm, 20 ming, 25 ming olsa bo'ladi. Unaqa chexollar bemalol. Yoqam o'tib ham. Endi mana bu yerda va blok pitaniamiz. Blok pitaniamizni amperlar 45 watt. 45 watt. Nifigi. 45 watt darajada oladi. Xo'p, yaxshi. Gaplamiz uchun rahmat Infinix. Va bizda USB Type-C kabelimiz va kallasini oldiga cho'tadi va bizda naushnik sizlar ham o'rganishlar Samsung, iPhone, boshqa Redmi sizlar ham o'rganinglar mana bunaqa naushnik qo'shib berishdi. Yaxshi bo'lardi. Boshqa narsamiz qolmadi, qo'yib o'zi. Va bizga endi telefonimiz yetib keladi. Obzor qilishimiz uchun. Qarang qanaqa ingichka, e'tibor bering. Buni tezroq ochmasak hozir. Xo'p. Bunaqasiga ochilar ekan. Yaxshi. O'qiganim buni ekrani ingichkaligini eshitganim. E'tibor bering.
qandaydir qo'lda qo'lda ajoyib turibdi telefon. Kameralari, dizayn mana bunday matvilik. Matvi desam ham barmog'imizda shaltoqlar chiqmayapti. Saytu bilgan bo'lsalar, Samsung Galaxy A17 telefonini unpacking qildik va unda telefonimiz barmoqlari qora turgandi, lekin bunda bunaqa holat kuzatilmayapti. Barmoqlari xo'p kuzatilmagan. Barmoqlarimiz yaxshi xotiralari 8 ga 8+8 ekranli xotiralarimizga ega. Telefonimiz asosiy kamerasi 50 megapiksel kameramiz, bu yerda web kameramiz esa 13 megapikselni tashkil qiladi. Hop, Sony IMX882 sensori bilan jihozlangan kameramiz. Tunda yoki kech payt patrul rejimlari, tunda oladigan rejimlarimiz va video kadrlarni olishimiz mumkin bu telefonimizda. Prosessorlarga keladigan bo'lsak, prosessorlarimizda MediaTek Helio G200 chipseti bilan joylashgan bo'lib, o'rtacha sinov uchun yetarli. Atak PUBG Mobile, Mobile Legends va o'yinlarda barqaror, ya'ni stabilniy bir xilda emas, lekin stabilniy FPSni bizga yetkazib beradi. 8 GB RAM bilan keladi, ko'proq 8 GB ya'ni xotiramiz 256. Bu 256 xotirasi atak normalniy Antutu va boshqa saytlarda o'rtacha natijani qayd etyapti hozirgi kunda. Batareyamiz amperi esa 5160 mAh, boshida aytib o'tganimdek 5160 mAh batareyamizni tashkil qiladi. 45 wattlik Mystery zaryadkani qo'llab-quvvatlaydi bu telefonimiz. Atigi 30 minut yoki 40 minutda 70% telefonimiz zaryadga olishi mumkin. Android 15 bilan telefonimiz chiqib keladi. XOS 15.1 interfeysi bilan ishlaydi. Infinix'ni o'zini sistemachasi. Atak ishlashi yaxshi, silliq ishlaydi. Stroy kanallari mana bu kanallar esa JBL tomonidan sozlangan. Ovoz sifatini eshitsak ham yaxshi, normalniy. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, telefonimiz holati anchagina yaxshi. Hozirgi kunda telefonimizni sotiladigan narxlarga keladigan bo'lsak, Hot 60 Pro Plus'imizning 256 talik narxlari asosiy qora bozorimizda sotiladigan narxlari 2.900, 2.850, 2.930 ming so'm narxini tashkil qilyapti. Albatta bu mijozlarning yetib boradigan narxlari. Endi kelib pastga tushadigan bo'lsak, 2.800, 2.700 va 2.650 ming so'mgacha ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l bo'lib olishingiz mumkin. Asosiy birinchi qo'l bo'lib olmoqchi bo'lsanglar 2 milliondan 1.900 gacha olishingiz mumkin. Albatta bu o'rtacha bozor narxlarini oladigan bo'lsangiz, shunaqa narxda sotib olishingiz mumkin. Endi telefonda narxlarni aytib o'tdik. Asosiy endi kamchiliklarni aytadigan bo'lsak, kamchilik sifatida 5G yo'qligi aytishimiz mumkin. Shuncha holatiga ekran 144 Hzligiga va xotirasidan tashqari ekrani 140 bo'lishiga qaramasdan telefon 5G ni qo'llamaydi. Afsuski bu yo'q. Albatta 45 megapiksellik kameramiz ham ancha-muncha aslanatini holatga olish mumkin. A17 bilan bir xil darajada olish mumkin, lekin ular solishtiradigan bo'lsak, albatta Samsungning kamerasi kuchliroqligini bilishimiz mumkin. Dizaynga keladigan bo'lsak, ajoyib, qo'lda turadi. Qo'lda o'tirish yo'l qo'yib olsak, normalniy yuqoriga gapsiz bo'lishi mumkin. Buning yuqorilari ajoyib tarzda qo'lga qandaydir chiroyli o'rnashdi. Albatta PUBG Mobile va o'yin uchun ishlatmoqchi bo'lganlar yaxshi effekt beradi. Ya'ni o'rtacha effektni biz olishimiz mumkin. 60 FPS, 45, 60, 90 ga bormasa ham 45-60 FPS'imizni bemalol beradi. Sizlarga taklif qilib qolaman, budjetni telefon u darajada budjetli bo'lmasa ham boshlanishiga keyinchalik olib turib, ikkinchi qo'l bo'lib turib ishlatsanglar ham menimcha yaxshi narxga sotib olasizlar bu telefonni. Ma'lumotlarimiz shular do'stlar. Albatta sizlarga ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, video ostiga o'z fikrlaringizni, izohlaringizni yozib qoldiring. Albatta har bitta kommentariyani oldindan aytib o'tganimdek o'qib chiqaman. Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, turli konkurslar va bunaqa yangi ma'lumotlarni tezroq Telegram kanalimizdan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda unpacking va obzorlarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.
foydali videolar albatta davom etadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, barchasidan xabardor bo'lasizlar. Keyingi videolarda görüşünce her zaman bo'linglar. Sizlar bilan ko'rishib ma'ruf bo'ldi. Görüşünce.